Qay darajada kechirishini so'raymiz. Butkul xatolarimiz, gunohlarimizni kechirishini so'raymiz. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Kishilarga nisbatan, shogirdlarimizga, yaqinlarimizga nisbatan shunday karamli bo'lishligimiz kerak. Endi ba'zi bir odam men musulmonman deydi, Alloh va oxiratga albatta ishonaman deydi. Shunga munosib harakati bo'lish kerak. Fe'limiz ham, amalimiz ham iymonimizga, musulmonligimizga munosib bo'lishimiz kerak. Musulmon odam qanday bo'lishi kerak? Musulmon odam yolg'onchi bo'ladi. Musulmon odam birovning haqqidan qo'rqmaydigan odam bo'ladi. Musulmon odam oxiratni, jannatni gapirib turib, shunga xilof ishni qiladi. Musulmon odam qanday ota bo'lishi kerak? Musulmon odam qanday qaynota bo'lishi kerak? Musulmon odam ayolini oldida qanday er bo'lishi kerak? Qanday ota-onaga farzand bo'lish kerak? Shu narsalarni o'ylab ko'ring.